Cizliqma, cizdirishma. Mishne ko'rsan shu tutib so'raydigan girimdan jo'chins keldi mana. To'lim so'rdinglar, o'zingiz boshqa girim qo'shib yutib qo'yibsiz, o'zingiz qilib olgansiz deb. Ma'minan shu kun ta'tmaqimdan ta'sliki, buni kirish dömkimdan ta'sliki, shuning uchun bo'lsam sho'san qilib ko'ranglarman girimni. Ma'noni ko'rib bilimga yana o'rganmagan qizlar bo'lib qolsanglar, do'kon kelisizlar, qo'llardan tutib yutib qo'ygan faoliyatni qildik. O'zim bir qo'lliqish qo'llardan tutib yutib qo'ymay qaslarning. Mush omi juang demsizlar, den juang demsizlar, tey juang demsizlar, ish qilib nima juang desanglar, kelsanglar yutib qo'ymaymiz. Shuning bilan yana makon xaridorlarim va do'konning o'rnini yutkidim, do'konning o'rnini bexulonmanda va bilmaydigan qizlarni ayrim sashyan qilsanglar bo'ldi. Agar yana bilmay qolsanglar, oldindan tikishar yetimi. Endi bu gapga kelsak, mush filmimni aniq istayli ko'rsanglar, mush menikida xiyonchiyansi ig'ir, yanda ish qoldigan, bir kun uxlab qolib, bir ko'z jo'n, bir ko'z kichik, bir kun qo'rqib yana bir yerlar ishib qolgan qizlar, bek yaxshi foydalanib olasizlar. Ha, shuni yenzan go'njoq qilib, sho'san qilib, esa adashlaringlar funksiyon qilib ko'ranglar. Yana bir gap, mush do'konoz nada deb so'ravermay, mush qo'lqondan tutib olinglar. Men do'konning o'rnini bexulon yutkidim. Asat adashlaringni bilib, kelsanglar, har xil sovg'atliklarimiz bor. Va do'konni yan ko'chish munosabati bilan, oldimizda kelmayim kelmayim deb kelayotgan it bayram munosabati bilan do'konimizni qiqqas faoliyatlarni o'rlashtirdik. Shu fursatni chang tutib, u yangidan tez chiqib qatnashib olaman faoliyatga. Men bek mert qizlar faqat ishonmasanglar, men sayt adashlarimdan so'rab baqsam bo'ldi. Men mertlikni tutib qolib qolsa, do'konga ba'zi meni bekab yuritim emas, ularni saqlab turdim. Amsa men demak o'rin bo'lib ketmay qizlar jiddiy tutish qilib, men girimni darhol o'rganib va it bayramchi bir ko'rishamiz. Bu da yana 80 mifendek chiqislar, bek tildim men. Munda deb qo'ysam aytdim boshlab 5 metr kirib joplab chiqib maqsad girim qilmaydi deb olayman aljima qizlar. Odatda men o'zim bekda girim qilishni yaxshi ko'raman. Lekin ancha-muncha u yerga girib qolsa, qanaqa qasasini chiqmasa qolmaydi g'ayval ba. Amsa girimning payzi yeldir oxirida. O'tkazatmaymi deyilma o'tirib ko'rishibsizlar. Yana bilmagan yerlaringni yoki o'zingizlar yaxshi ko'rgan girimlar bo'lsa, filmni qoldirib qo'ysanglar yoki ayrimsiz shan qilib uyat qo'ysanglar. Budoq videorimda sizlar uchun ampay amsa. Budoq videorimni ko'rishaylik. Yaxshi ishim tugdi. Xayr, omon bo'lasizlar. Bihuş men bir aram, yallah